Salam dostlar. Bugünkü ayam günahlarga mübarek bolsun. Ayol bo'lish bir san'at bo'lsa, go'zal ayol bo'lish bir qobiliyatkan. O'zini suygan insonni shamolmi, yomg'irmi suydigan. Ayol ulug'ligidan cho'llarni bo'ston qilib yashayolmaydigan. Bog'ni gulistonlikqa aylantira oladigan. Men ashundaq bir go'zal, qobiliyatli ayol bo'lish uchun tirishib ketyapmanki, meni ko'rganinglardek. Bu sahar turib yatqimni tozalab, texni zilva turishim uchun o'zim obraz vakil bo'lgan rayonda aqsilli qo'rqinch talqini bilan nashq qilgan bo'ldim. Uning bilan yigitning tayyorligiga tushib ketdimda, mush ulug' ayol bo'lay deb, mush eshik oldidagi bog'ni, endi yerning yuzini ochgan mana mundaq bo'ladi deb tozalab qoldimki, yerlar bo'ldi, tozlamang, voy bo'ldi, tozlamang deb ketdi-da. Qandaq men ko'rib turganinglardek, mushundaq suvlar deganni chechib tozalab etdim-da. Qandaq paks bo'ptimi ya? Kichigimdan suv chechib, suv o'ynashni shunday yaxshi ko'ratdim. Bu ishlar men bo'p berdi-da, suv deganni toz chechib, mushundaq chiroyli qilib etdim. Shuning bilan amdiki navbat, amdi dasturxon raslashga keldik-da. Mush sharoitimizda bor bo'lgan mush nozu ne'matlarimizni tayyorlab, mush shunchalik qilgan bo'ldim. Chiroyli qog'ozlarimiz tugab ketgan, shuning bilan yana buningga mayli. Üstüge kartonun suratları çürülgen muş qog'ozni qo'yib, chiroyli qislab, o'zim shunday chiroyli tayyor qilib olgan bo'ldim. Yo'lim shunda ichib qoldi. Amdiki navbat o'zim xush bo'lgandan so'ng, o'zimning xizmatdoshlarim birlikda japotat ishlayotgan, uning sing'illarimga shularning ko'nglini izlab, ularga ko'ngil sovg'isi tayyorlab, ularning ko'nglini xush qilgan bo'libman. Bugungi bir kunim shunchalik ma'nili, xushallik o'tdi deb o'ylayman. Hech gap ishlamizammi? Harakat boyada barkatning borligiga, ajr boyada mevaning borligiga, tirishish boyada erishishning borligiga cheksiz ishonaman. Oddiy bo'lsin, lekin nihoyat ko'ngilli bo'lgan bir kunimiz sizlarga bahslash qildim do'stlar. Qanday ayam kunni yaxshi o'tkazibmanmi?